Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Putin Ukrainadagi urush yakuniga yetayotganini aytdi. Rossiya Ukraina hududiga Iskandar raketasi va o'nlab dronlar bilan hujum uyushtirdi. Eron Mojtaba Xomaney haqida yangi ma'lumot berdi. Eron AQSh blokadasiga yana 3-4 oy bardosh bera oladi. Endi esa batafsil Rossiyadagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Agar sizga трудовой договор, NN, уведомление, deport запретni tekshirish va boshqa shunga o'xshash hujjatlar kerak bo'lsa, bizga bog'lanishingiz mumkin. Xizmatlarimiz arzon va ishonchli. Murojaat uchun hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Putin Ukrainadagi urush yakuniga yetayotganini aytdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainadagi urush yakuniga yaqinlashayotganini ma'lum qildi. U bu haqda 9-may kungi matbuot anjumanida ma'lumot berdi. Putinning so'zlariga ko'ra, Rossiya va Ukraina delegatsiyalari 2022-yilda Istanbulda kelishuvga erishgan va uni ma'qullagan. Biroq shundan so'ng Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Rossiya rahbariga qo'ng'iroq qilib, Ukraina bunday tarixiy hujjatlarni chakkasiga to'pponcha tiralgan holda imzolay olmasligini aytgan. Rossiya o'z qo'shinlarini Kiyevdan olib chiqib ketish kerak bo'lgan va Moskva bunga rozilik bildirgan. Ammo o'sha paytdagi Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Johnson Rossiya bilan kelishuv imzolash mumkin emasligini, chunki u adolatsiz ekanini aytgan. Ukraina tomoni vakili bu hujjatlarni ma'qullagan bo'lsa, uning adolatli yoki adolatsizligini kim belgilaydi? Bu yerda adolatsizlik nimada? Buni kim hal qiladi? Ukrainaga yordam va'da qilishdi va Rossiya bilan hanuz davom etayotgan qarama-qarshilikni avj oldirishdi. O'ylaymanki, ish yakuniga yetmoqda. Ammo bu jiddiy masala, dedi Putin. Rossiya 2024-yildan buyon urushni tugatish sharti sifatida Ukrainadan Donbass, Lugansk, Zaporojye va Xerson viloyatlaridan qo'shinlarni olib chiqib ketishni talab qilib keldi. Ukraina bir necha bor hududiy yon berishlarga bormasligini, bu hududlarning egallanishi kelgusidagi hujumlar uchun platsdarm vazifasini o'tashini ta'kidlagan. Hozirda Rossiya va Ukraina o'rtasida 2026-yil 9-maydan boshlab 3 kunlik sulh amal qilmoqda. Kelishuv har ikki tomondan 1000 nafardan harbiy asir almashishni ham o'z ichiga oladi. Bu iltimosni shaxsan men bildirganman. Prezident Vladimir Putin va prezident Vladimir Zelenskiyga uni qo'llab-quvvatlagani uchun minnatdorlik bildiraman, degan AQSh rahbari Donald Trump. Uyingizga yangi ko'rinish bermoqchimisiz? Biz sizga ishonchli va sifatli travertin xizmatini taklif qilamiz. Kvadrat metri atiga $10 usta haqi, material, tiyagasi, lisasi hammasi ichida. Changloy muammo emas, oson yuviladi. 10-15 yil xizmat qiladi. O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga xizmat qilamiz. Kerak bo'lsa qo'shni Tojikistonga ham chiqamiz. Telegram, WhatsApp doimo aloqada. Hoziroq ushbu raqamlarga bog'laning. Rossiya Ukraina hududiga Iskandar raketasi va o'nlab dronlar bilan hujum uyushtirdi. 9-may shanba kuni ertalab Rossiya Ukrainaga qarshi yangi zarba berdi. Bu haqda Ukraina havo kuchlari xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Ukraina tomoniga Iskandar M ballistik raketasi va 43 ta dron uchirilgan. Ularning 34 tasi urib tushirilgan yoki yo'q qilingan. Bitta raketa va 9 ta zarba beruvchi dron 6 ta joyga kelib tushgani, yana 2 ta hududda esa qoldiqlar qulagani qayd etilgan. Ukraina havo kuchlari hujumlar 8-may juma kuni soat 18:00 dan boshlanganini bildirgan. Biroq e'lon qilingan o't ochishni to'xtatish rejimi boshlangach hujumlar davom etganmi yo'qmi aniqlashtirilmagan. Dnepropetrovsk viloyat harbiy ma'muriyati rahbariyati ma'lumotiga ko'ra, Rossiya 2 tumanga zarba bergan. Natijada 2 kishi halok bo'lgan, yana 2 kishi yaralangan. Nikosopol hududida turar joylar, do'kon, kafe va infratuzilma zarar ko'rgan. 35 yoshli erkak halok bo'lgan. 39 yoshli ayol og'ir ahvolda shifoxonaga o'tkazilgan. 31 yoshli erkak esa ambulator davolanishga o'tkazilgan. Shuningdek, Senelnikov tumanidagi Dubovikovo hududida korxona va qishloq xo'jaligi texnikasi shikastlangan. Yana bir kishi halok bo'lgan. Rossiya hukumati avvalroq 8-9-may kunlari Ulug' Vatan urushidagi g'alaba munosabati bilan bir tomonlama sulh e'lon qilgan edi. Ukraina esa bunga rozi bo'lmagan va 6-maydan boshlab muddatsiz sukunat rejimi joriy etishni taklif qilgandi. Moskva bu tashabbusga javob bermagan. Shunga qaramay Rossiya Ukrainaning bir nechta shaharlariga zarbalar bergan. Natijada Ukraina ham 8-may kechasi Moskva, Yaroslav, Rostov-Don va boshqa hududlarga hujumlar uyushtirgan. AQSh prezidenti Donald Trump esa 8-may oqshomida Rossiya va Ukraina 9-11-may kunlari uchun 3 kunlik sulhga kelishilgani, shuningdek asirlar almashinuvi bo'lishini bildirgan. Shundan so'ng Zelenskiy ham asirlar almashinuvini tasdiqlagan va Moskva Qizil maydoni parad vaqtida Ukraina nishonlaridan chiqarilganini ma'lum qilgan.
Eron Mojtaba Xomaney haqida yangi ma'lumot berdi. AQSh va Isroil aviahujumlarida jarohat olgan Eron oliy rahnamosi Mojtaba Xomaney sog'ayib bormoqda. Eron prezidenti idorasining protokol xizmati rahbari Mozaxir Husayni uning ahvoli haqida ma'lumot berdi. U tizzasi va bel qismida yengil jarohat olgan. Belidagi jarohat vaqti o'tish bilan bitdi. Tizzasi ham tez orada tuzaladi. U butunlay sog'-salomat, dedi Husayni. Ta'kidlanishicha, Xomaney portlash to'lqinli zarbidan yiqilib jarohat olgan. Uning qulog'i orqasida ham kichik yirtiq jarohat bor. Rahnamo qulay vaqtda omma oldiga chiqish qilishni rejalashtirmoqda. 30-aprel kuni Eron prezidenti Masud Pezeshkian ilk bor Xomaney bilan uchrashganini ma'lum qilgandi. Uning o'zi 9-martga o'tar kechasi Eron oliy rahnamosi lavozimiga saylanganidan beri omma oldida ko'rinmadi. O'shandan buyon uning nomidan birinchita murojaat faqat matbuot xizmati orqali tarqatildi. Eron AQSh blokadasiga yana 3-4 oy bardosh bera oladi. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi shu haftada Tramp ma'muriyatiga hisobot taqdim etdi. Unga ko'ra, Eron AQShning dengiz blokadasiga yana 3 yoki 4 oy bardosh bera oladi. Shundan keyingina mamlakat og'ir iqtisodiy qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Boshqarma hisobotida aytilishicha, Isroil va AQShning bir necha haftalik bombardimonlarga qaramay, Tehron ballistik raketa salohiyatini saqlab qolgan. Bu ma'lumotlar Tramp ma'muriyati bayonotlariga zid kelmoqda. Oq uy Eronning dron va raketa imkoniyatlari deyarli butunlay yo'q qilinganini iddao qilgan edi. Washington Post nashrining AQSh rasmiylariga tayanib yozishicha, Eron urushdan oldingi mobil raketa uchirish qurilmalarining 75% saqlab qolgan. Raketalar zaxirasining qariyb 70% hali ham mavjud. Shuningdek, Eron o'zining yerosti raketa saqlash omborlarini qayta ochishga muvaffaq bo'lgan. Vaholanki 6-may kuni Tramp avval kabinetida jurnalistlarga shunday degan edi. Ularning raketalari deyarli yo'q qilindi. Balki 18 yoki 19% qolgandir. Lekin avvalgi holatiga qaraganda bu juda kam, degan Tramp. AQSh urush vaziri Pete Hegseth aprel oyi boshida Epik g'azab operatsiyasi Eron armiyasini yakson qilgani va uni ko'p yillarga jangovar qobiliyatidan mahrum etganini aytgandi. Biroq Eron o'zining qo'mondonlik va nazorat tizimi butun ekanini va istalgan vaqtda hujum qila olishini namoyish etmoqda. Shu haftaning o'zida Eron AQSh harbiy kemasining Hormuz bo'g'ozidan o'tishiga javoban Birlashgan Arab Amirligiga 10 dan ortiq raketa va dronlar bilan hujum qildi. Tehron AQSh harbiy kemasiga zarba berganini ham aytdi. Biroq Oq uy buni rad etdi. Tramp o'tgan hafta Fox News kanaliga bergan intervyusida Eron neft infratuzilmasi haqida gapirib, 3 kun ichida bu sohada muammolar yuzaga kelishini aytgandi. AQSh rasmiylariga ko'ra, Eronda neft saqlash uchun joy tugamoqda. Neftning haddan tashqari to'planib qolishi mamlakatning eski energetika infratuzilmasini izdan chiqarishi mumkin. Mutaxassislarning taxminlari turlicha. Jumladan Middle East nashri tahlilchilari Eronda bir necha haftalik saqlash joyi qolganini aytmoqda. Kepler energetika kompaniyasi 6-may kuni New York Times'ga Eron zaxira saqlash joylari 25-30 kunga yetishini bildirdi.